Okamizlardan ikki og'iz kommentariy eshitamiz. Qanaqa taassurotlar aka? Taassurotlar juda ham zo'r. Mana ertaga 21-sanada 1 yil bo'ladi. Shu men operatsiyadan umuman og'riq sezmagandim. Siz aytgan o'sha ukollarni, shampunlarni hammasidan foydalangan holda shu qalinligini saqlab keldik, Xudoga shukr. Rahmat. Menimcha 5-6 yilga yoshirgandek bo'ldi odam. Endi oldingi holatda o'zinglar ham ko'rgansizlar. Shunga nima deydi, hozir даже tanishlarim meni soch ekilganligini ham farqlamayapti, sartaroshlar ham bilmayapti, to'g'risi ekilganmi bu yo tabiiymi. Chunki tabiiy turibdi, soch juda ham qalinlashgan. Qatdan ko'rib keldi Instagramdanmi? Yo'q, bitta akamiz maslahat beruvdilar, shu Furqat akaga borsang yaxshi ekadilar deb. O'zlariniki ham qalin, cho'tki o'sgan. O'shalardan ko'rib kelganlar. Ular ektirganlar, ancha bo'lgan, ancha oldin, juda ham. Menga endi 1 yil bo'ldi. Ularda ham haligacha sochlari turibdi. Ularning yoshlari mendan katta. Juda ham katta. Taralishlari yaxshimi? O'ngga chapga qarab? Taralishlarida xohlasam o'ngga, xohlasam chapga, orqaga, pastga farqi yo'q. Mana bundoq chiqib qolmayapti ham.